Hozirgi kunda ayollarimiz onalikni ba'zi bir sabablarga ko'ra kechiktirishmoqda. Nima sababdan? Har xil sabab bo'lishi mumkin, oilaviy sabab bo'lishi mumkin, karyera bo'lishi mumkin. Lekin biz shuni unutmasligimiz kerak, biologik yosh reproduktiv yosh bilan chambarchas bog'liq. 30 yoshdan so'ng ayollarda tuxum hujayralarining sifati pasayishni boshlaydi va 35 yoshdan so'ng ayollarda homilador bo'lish ko'rsatkichi juda ham pasayib ketadi. 40 yoshdan so'ng esa homila asoratlarining xavfi oshadi. Agar siz kechiktirilgan onalik programmasini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta Media Farm Hospitalga kelib, bu programmani amalga oshirishingiz mumkin. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Sizni hujayralaringiz yosh paytida bu follikulalarni o'stirib, ichidagi tuxum hujayralarini olib muzlatib qo'yishingiz mumkin. Va siz kechiktirilgan onalik programmasini amalga oshirasiz va xohlagan paytingizda xo'jayiningizni urug'i bilan urug'lantirib, hosil bo'lgan embrionlaringizni bachadoningizga ekib, homiladorligingizni to'g'ri olib borishingiz mumkin. Biz sizga Media Farm jamoasi bilan yordam beramiz.